Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Qushlar uchun qafasimiz tayyor bo'ldi. Mana chiroyli holatda bo'ldi. Birinchi razmerlarni aytib o'tadigan bo'lsak, eni 80 bo'ldi, eni 80 sm. Oldi 1.10. Balandligi bu chekagicha 1 metr, tomini uchigacha 1.5 metr. Mana hamma sharoitlar qilingan. Endi hozir ginezosini keyin ichiga qo'yadigan bo'ldik. Eshiklarning ochilishi, tepadan ham teshik qo'ydik mana. Mana ichiga mana qushlar uchun qo'ndoqlar daraxt novdasidan o'rnatib qo'ydik. Mana ichiga holati poli fanera, orqasi ham fanera, tomi ham fanera. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa chiroyli qilib beramiz.